Salom do'stlar, hammaga kanalimizga xush kelibsizlar. Men bu videoda eng kerakli va foydali bo'lgan kontent qilyapman. Ya'ni bu videoda men ham kurator mladshi administratsiya bo'laman, ham kurator ham admin. Ya'ni uchalasini ham bittada mana shu videoda nima ish qilishlarini aytib o'taman do'stlar. Videoni boshlashdan oldin do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Va do'stlar, biz uzoq kutilmagan holatda boshladik do'stlar. Birinchi navbatda do'stlar 0 dan boshlab ko'ramiz va asosiy Grand Mobile'ning asosiy iOS va Android kanaliga kiramiz. Bu yerdan do'stlar, sizlar shu yerga kirganlaringizda Nachalo tugmasi bor. Nachaloga bosib kirasizlar do'stlar. Va bu yerda agar sizlar Discordlaringiz yangi va email ulamagan bo'lsalaringiz, email ulasanglar, sizlarda ham xuddi shunday qop-qora rangda, masalan, ustiga bosganlaringizda, mana raqamlar ustiga bosganlaringizda sizlarda ham bo'ladi do'stlar. Agar buni 2 marta bosib olsanglar, rol olinadi do'stlar. Shuni ham yoddan chiqarmanglar. Bizda hozir rol bor do'stlar. Keyingi masalan do'stlar, bu yerda masalan Nachalodagi boshqa do'stlar, Nachalodagi boshqa rol, Fraksionniy Discord kanalidagi boshqa rol do'stlar. Bu yerda siz masalan o'sha 21 bo'lsa 21, 26 bo'lsa 26, 27 bo'lsa 27-server kanaliga qo'shilasizlar do'stlar. Mana shu yerdan joinni bosib, o'zlaringizni serverlaringizni topib joinni bosalaringiz qo'shilasizlar va do'stlar, bu yerda liderlikka ham shu mana shu sahifadan tashlanadi. Liderlikka, bu organizatsiyaga shu sahifadan tashlanadi do'stlar. Va bu yerda do'stlar общий chat degan joylari bor. O'sha masalan o'zlari serverlarda turib, qolgan serverlarda igroklar bilan gaplashsanglar ham bo'ladi do'stlar. Buni ham imkoni bor. Va do'stlar, ikkinchi qismiga o'tamiz. Ikkinchi qismida biz 26 ni tushuntirib o'taman do'stlar. Hozir men 26 server kuratoriman, administratori va kuratori hamda kurator mladshi administratsiya. Uni keyingisi tushuntiraman do'stlar. Va bu yerda do'stlar eng minus tarafi do'stlar, sizda bu serverda zapros rolyo, ya'ni masalan ishga kirsanglar do'stlar, bilmadim bu serverda qanday sizlar rol olasizlar, hali oddiy igrok sifatida o'ynab ko'rmadim. Shuning uchun buni tushuntirib bera olmayman. Va do'stlar, bu yerda men qaysidir igrokka masalan rol bera olmayman. Masalan, MVDgami, Pravitelstvoga faqat starshi administratorlarga ko'rinadi o'shaqa joylari do'stlar. Tak, yana va do'stlar, starshi sostav degan qaranglar do'stlar, bu kanalda bu anaqa serverda shunaqaki do'stlar, starshi sostavda bu serverda unchalik qiyin savollar tushmaydi do'stlar. Atigi 2 ta yoki ko'pi bilan 3 ta savolga javob topsanglar ham do'stlar, sizlarni kamida 7 urin qiladi do'stlar. Hozirda biz Pravitelstvo va MZga kuratorimiz va bu yerda kechagi kuni men Pravitelstvoga zadaniya berdim. Endi bugun zadaniyani tekshirishim kerak. Shunaqa bir kun unga, bir kun bunga zadaniya berib, отчет tekshirib yuraveraman do'stlar. Va do'stlar, kuniga 3 mahaldan masalan o'yinga kir, u qil, bu qil deb topshiriq berib turaman. Va do'stlar, bu yerda kadroviy razdel joylari bor. Bu yerda kadroviy razdelda masalan liderlar yo 9 rangdagilar kimnidir shu masalan MZ bo'lsa, MZdan kimnidir biz chiqib turib kimnidir chopsa, o'shini screen qilib turib shu yerga tashlaydi va biz uni tasdiqlaymiz do'stlar. Shunaqa do'stlar. Keyin kurator mladshi administratsiya do'stlar, eng qiziq joyga yetib keldik do'stlar. Masalan administrator bo'lmoqchi bo'lsanglar do'stlar, men 26 serverda hozirchalikka, ya'ni hozirchalikka deganim 14 kunga sizlarga muhlat beradi. Masalan, kurator mladshi administratsiya bo'lsangiz, 14 kun davomida sizlar aktivlaringizni zo'r qilsalaringiz qolasizlar. Agar aktivlaringiz masalan pasayadigan bo'lsa, sizlarni kurator mladshi administratorlik, ya'ni administratorlikka obzonga sizlarni qo'ymaydi, rol olib tashlaydi.
hozir masalan sizlar oddiy игрок bo'lib kirsanglar, faqat nachalok sahifasi ko'rinadi. Bu yerda kuratorskaya, komnata kandidat, instruktaj, mladший administratsiya bular ko'rinmaydi do'stlar. Bular faqat o'sha obzvon qilishga rol borlarga ko'rinadi do'stlar. Va menda hozir bularga hammasiga dostуп bor. Va do'stlar, men shu paytga qadar 20 dan ortiq игрокni obzvon qildim va ulardan 17 ta 18 tasi o'tdi do'stlar. Bu yerda do'stlar rol sizlardan bo'ldiradi. Masalan, bitta игрокni tanlaymiz va manage degan joyi bor. Bu yerda edit rol, shu yerdan bitta rolga bosib turib, keyin save deb bossam rol beriladi o'shanga do'stlar. Va bu yerda admin kanal bor. Admin kanalda Zaporos roldan rol olib turib, keyin qo'shilasizlar Navozda. Bu yerda har yakshanba kechqurun atvetlar chiqariladi, javoblari. Shu atvetga qarab sizlarga GC beriladi. Lekin bu serverda GC yaxshi berilmas ekan. Shuning uchun do'stlar, eng arzon GC donat servisini tavsiya qilaman. Ekranda ko'rinib turgan administratorga yozsanglar, sizlarga eng arzon narxda GC donat qilib beradi do'stlar. Va do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar.